يا أيها الذين آمنوا لا تتقوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده ليكون للعالمين نذيرا وعلى آله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aziz muhtaram Müslüman qarindoshlar, Mu'minlarga nido nomli darsimizning bugungi qismida Alloh subhanahu va taoloning Sura Nisoning 59-oyati Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khayru wa ahsanu ta'wila. Mana bu oyatda bo'ladi. Bu oyat mu'min musulmonning hayotida eng ahamiyatli, muhim oyatlarning birisi aziz birodarlar. Bu oyat karima haqida maxsus kitoblar mu yozilgan. Ulamolar maxsus bu oyat karima haqida tadqiqot elib borgan eng cho'ng mazmunli bir oyat. Shuning uchun bugungi qisqagina darsimizda oyat karimaning mazmunlarini yuritish, ma'nolarini hammani izohlash bu mumkin emas. Aziz qarindoshlar, oyat karimaning mazmuniga kelishdan burun bir misolni bayon qilmoqchi. Bir kishi shirkatda ishlamoqchi bo'lsa, oldi bilan o shirkatda ishlamoqchi bo'lgan kishining shu shirkatda ishlaydigan salohiyati bo'lishi lozim. Ya'ni uning guvohnomalari, shahodatlari bo'lishi lozim. Shirkatga o'tgandan keyin o kishi shirkatning beshini, shirkatdagi qonun, nizomni va qaysi bilimda ishlaydiganligini, qaysi xizmatni qiladiganligini buni bilish bu kishining shu shirkatda ishlashning oldidagi eng muhim talablar birodar. Ana shuningga o'xshagan Allah subhanahu va taolo mana bu oyat karim orqali musulmonning hayot yo'lini ve hayat yolida yaşaş jarayonidagi onun ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy her tarafdagi turmushini sistemlashtiradigan qonun tuzumni kimdan ilish, kimdan qabul qilish ve o kanun tüzümlerini kim belgilep durdu? Müslüman kimge boysunudu? Onun cemaati qaysi cemaat? Qaysi cemaat en to'g'ri haq ustiga bo'lgan cemaat? Müslüman hayotida ustiga qanday vazifalar tushgan deganiga o'xshagan nurg'unlagan imanning shartlari va imanning chak chigirisi bo'lgan mazmunlarni mana bu oyat-i karima bizga bayon qilib beradi.
Aziz Müslüman qarindoshlar, Allah subhanahu va taala dunyoda insonni hech qanday bir mahluqotga o'xshamaydigan shakl va iqtidor bilan yaratdi. İnson koinotdagi barcha mahluqotlarning ustidagi mahluq, aqli bilan ustunda, o'zining iroda va ixtiyori bilan ustunda. Shundaqla mana bu koinotdan manfaatlanib yashaydigan xo'jayinlik sifati bilan o inson bütün mahluqotlarning ustida. Allah subhanahu va taala o'zi koinotda yakka yegani bo'lganidek insonni ham yakka yegani qildi. Va uni eng mukarram, ulug' qildi. Allah taala o'zininki sifatlari bo'lgan karim sifati bilan insonni mukarram qildi va Allah subhanahu va taala vahdaniyat sifati bilan insonni bütün mahluqotlarning ustida iqtidori va ulug'ligi bilan yakka yegani mahluqot qildi. Ve insonni Allah subhanahu va taala o'zining zimindagi xalifasi qilib tanladi. Allah taala bu oyat-i karimada birinchi ey mu'min musulmonlar deb chaqirdi. Xuddi shirkat xo'jayinisi, shirkatdagi ishlaydigan barliq a'zolarini bu shirkatda ishlaydigan, bu shirkatga tava hammalarini yig'inga chaqiraman degan buyruqni qilsa, o şirkette işlemaydigan, şirketin maaş almaydigan kişiler onun buyruğunu anlamaydı. Çünkü biz o şirketki tava emaslar. Ama özünü şunundan maaş alaman, şununla işleymen, şunun bir perde azası degen her bir kişi ya onun derhal ahvaz koşup kilidu ya ki şu kubul kılınıdığan derecedeki özürüsü bulup kalsa, o özürünü oturup koyup ruhsat soraydı. Mana bu ya eyyuhallazine amanu Allah subhanahu wa ta'ala'a bağlanıdığan süper. Bu yerde Allah deydi, meni Rabbim dep tunuğan, dini İslam'ını menin dinim, hayatlık yolum dep tunuğan, cennetni menden ümit kıgan, ey bendelerim deb bu sifat bilan bizni nido qilgandan keyin atiyulloha sizlar Allohga bo'ysuninglar. Hayotda Allohga bo'ysuninglar dedi. Allohga bo'ysunish eng sog'lom tushuncha. Allohga bo'ysunish aqlning talab taqozosi. Allohga bo'ysunish to'g'ri fikir aziz birodarlar. Çünkü insanni yasagan, insanni bu şekli, iqtidori, sifati bilan dunyoga akagan zot Allah subhanahu va taala. Bashariyat tarixidan beri Allah subhanahu va taoladan boshqa insonni men yaratgan, uning egisi men, uni dunyoga men akeldim. Yani dünyadan men onu hayatını ahlaştırış bilen ep getimen dep dava kılgan bir dava kılıcı yok. Ama insanı men başvurumen, men idare kılımen, o menin rehberlikim aslında buludu dep dava kılıcılar her zaman, her devrede mevcut ve onu kubul kılıcılar hem en şunda mevcut. Şu Allah Teala kim yasıgan bolsa, icad kılgan bolsa, o yasıgıcı, icad kılgıcının birinci hakkı onun igi buluş ve onu baş kuruş, terbiyet kılış. Men silahını yasıdım, men silahını icad kıldım, silimu Allah bizden Rabbimiz dep itiraf kıldınlar, onda boğanda mağılan boysununlar. Dep Allah Teala bu yerde
o'ziga bo'ysunishni talab qildingiz, birodarlar. Demak, bu oyat musulmon shaxsning kimga bo'ysunish kerakligini va buyruqni, hayotdagi qonun nizomni va hayotdagi yashash yo'lini kimdan elish kerakligini aniq ko'rsatadi. Agar Allohga bo'ysunmagan, Allah subhanahu va taolaning ko'rsatgan yo'liga kirmagan ya o'zining hayot yo'lini Allohga tava qilib yaşamagan ve o yaşashni o'ziga davo qilmagan kishi mana bu ya ayyuhallazina amanu degan iymon sifatining sirtidagi odam. Allah mu'minga atiulloh degan buyruqdan keyin va atiur rasul payg'ambarga bo'ysuninglar deb Alloh bu yerda bayon qildi. Payg'ambarga bo'ysunadigan yerda buyruq ati'u degan buyruq fi'lini qaytadan keltirish Allohga mustaqil bo'ysunisizlar va payg'ambarga ham mustaqil bo'ysunisizlar demakchi birodarlar. Xuddi shirkatning lideri bo'lmagan vaqtda uning bosh kotibi shu shirkatni boshqarib, shirkatni idora qilganiga o'xshash Allah subhanahu va taolaning buyruqiga asosan Allah taolaning payg'ambar qilib avatganlik sifati bilan payg'ambarga ham bo'ysunish bu mu'min musulmonlarning yo'li. Payg'ambarga ham bo'ysunish mu'min musulmonlarning yo'li. Shuning uchun bu oyat karima biz mu'minlarga Allah subhanahu va taolo tarafidan Qur'oni Karim tushirayotgan vaqtda payg'ambar alayhisalom hayot bor. Allohga bo'ysunimiz. Payg'ambar alayhissalatu vassalam dunyodan ketib vahiy yuzilgandan keyin mu'min musulmonlarning bo'ysunadigan manbasi Allohga Qur'oni Karim orqali bo'ysunimiz. Qur'onni Alloh ta qiyomatga qadar insonlarning qonun, nizomi, ibodat ölçümü, hayatlık yolunun programması qilib qo'yib qo'ydi. Va payg'ambar alayhissalatu vassalamga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zi orqali bizga qo'yib qo'ygan sunnati, amaliyati orqali qo'yib qo'ygan sunnati va Rasululloh va hayot vaqtida sahobalarning qilib payg'ambar alayhissalom inkar qilmay u orqali qonunlashgan iqroriy sunnati bilan Allah payg'ambar alayhissalatu vassalamga biz bo'ysunamiz birodarlar. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnati qavliya, fi'liya bo'lib ikkiga bo'linadi. Birisi mana bugungi kundagi hadis, ikkinchisi payg'ambar alayhissalatu vassalamning 23 yillik tarixi, siri zoti, ya'ni tarixi. Bu her ikkilisi bir-biridan kelishmaydigan darajada musulmonlarning din manbasi, hayotlik yo'lining manbasi bu. Bu hayotlik yo'lining manbasi. Mana bu oyat karima orqali Alloh mu'minlarning birinchi bo'ysunadigan tarafning Alloh bo'ladiganligini. Ikkinchi Allah subhanahu va taala bo'ysunish yo'lini o'rgatish uchun, qulluq yo'lini o'rgatish uchun ummatga ustoz qilib, o'ziga vakolatdan ustoz qilib, rahbar qilib, yo'l ko'rsatuvchi qilib avatgan payg'ambar alayhissalatu vassalamga bo'ysunish va payg'ambar alayhissalatu vassalamdan keyin uning sunnatiga bo'ysunishning yo'lini iymonning yo'li va iymonning o'lchami deb bekitib qo'ydilar. Shunlashqa musulmon o'zining hayotida o beshi boshda xohlagancha yashaydigan, nimaga bo'ysunib yashasa bo'ladigan, qaysi yo'lni tanlab yashasa bo'ladigan, kimga agishib yashasa bo'ladigan, yana o orqali musulmon bo'ladigan
mümin buluduğun, Kur'an-ı Kerim'ni ehlidin buluduğun iş yok. Bu mesele İslam'da en ilk meselesi. Bu tevhid meselesi, akide meselesi ve Allah subhanahu ve teala'ga hakiki kulculuk kılış meselesidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanlarında sahabe-i kerimler La ilahe illallah Muhammedur Resulullah degan ikki söz bilen özünü hayatta boysunup kul bulup yaşaşta Allah'a kul bulup yaşaşını dava kılgan bolsa Muhammedur Resulullah deyiş bilen özünü Peygamber aleyhissalatu vesselam'a bağlap Resulullah'ın yetekçiliki, yol köksütüşü bilen yaşaydıganlıqını oturup koygan. Cemaati iniq, yaşaytkan hayatlık yolu iniq, boysunutkan kanun nizamı iniq ve inindin hayatlık yolunun alıdığan zat iniq idi. Şu an Allah subhanahu ve teala Peygamberge mustakil boysunuş yolunu biz Müslümanlara kökstük ve ma atakumur rasulu fakhuzuhu ve ma nahakum anhu fantahu. Silige peygamber nimini epkelse sili onu çin tutunlar dedi. Fakhuzuh degan onu elinglar dedi. Çin tutunlar. Silini peygamber nimidin toskan bolsa sili onundan yeninglar dedi. Peygamber mana Müslümanlara mustakil ve Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın hayatlık yolu mustakil hayatlık yolu birodarlar. Bugünkü günde Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın sünnetiga inkar kılıdığan, sünnetlerinden yüz örüydüğün ve sünnetlerini şek menbesi kılıp durup fakat Kur'an kufaya, Kur'an'la bizge yeterlik davatkan kişiler mana bu hakiki doğru bo'lgan İslam'ның ahlinin emas o. Allah peygamberini biz Müslümanlara yetekçi kılıp evetkendim kin, onun sünnetini biz Müslümanların hayat yolu menbesi kılgandın kin, Allah onun sünnetini her xil düşmanlarının suikastlerinden ve ularının hadislerini burmalaş, manalarını özgertiş, onun içindeki türlük yalgan söz hadislerini ekirişten Allah saklap gelgen onu. Kur'an-ı Kerim'ni 1400 yılının mabeynini kanda saklagan bolsa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisini Allah en şunda saklagan. Şunun için bugünkü günkü kadar özünün hayatlarını aşı Resulullah'ın hadislerini koğdaş ve onu rastlarını yalganlarından acizlerini sahilerinden ayırıp verdiğin kişilerini Allah Teala devamlı çıkarıp durgan. Demek aziz braderler Allah'a boysunğanlık, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e boysunğanlık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e boysunğanlık, Allah'a boysunğanlık. Allah Teala bir ayet-i kerimede "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni" Dani Muhammed aleyhissalatu vesselam eğer sizler Allah'ı yaxşı görseniz fattabi'uni bana ergişiniz. Yuhibbukumullah sizlerni Allah yaxşı gördü dedi. Allah'ı yaxşı görüşünün yolu Peygamber aleyhissalatu vesselam'a ergişiş. İnsan Allah'ı yaxşı görünme dese Peygamberge ergeçse Peygamberge ergeçkenlik Allah'ı yaxşı görüşünü lazım tutudu. Allah mustakil Müslümanların hayatlık yolunu alıdığın menbenin Kur'an ve Resulullah'ın hadis işgallikini bayan kılgandıkken Müslümanlar Kur'an hadisini asas tutup şunu menbe tutup Müslümanlarını başkurduğun devlet başlıkları, cemiyet erbapları ve her türlü Müslümanların işleri ilgi boğan vali, emir, sultan, vezir, minister digen okşugan hukuk ilgileriyle Allah Teala boysunuşqa buyurup ve ulil emri minkum sizlerning içinlardan çıkan
buyruq egalariga, ish egalariga itoat qilinglar deb Alloh taolo bu yerda bayon qildi. Aziz musulmonlar, bu yerda ki ulul amri minkum seni kim boshqarsa shuningga bo'ysun. Kim idora qilsa shuni qabul qilgin. Sana kim hokim bo'lsa uni qabul qilgin. Demakchi emas islom. İslamning yo'li qanday bo'lgan bo'lsa, bu yo'lning nizomi, qonuni shu qadar aniq. Uning qonun nizomi shunday aniq bo'lganidek, o qonun nizomni yurgizadigan, ijro qiladigan musulmonlar o orqali bo'ysunadigan kishining kimligi, salohiyati ham shu qadar aniq. Alloh taolo birinchi bu ulul amrining shu davlat raislari, jamiyat arboblari, musulmonlarni boshqarman degichilarning salohiyati minkum sizlar musulmonlarning ichinglardan musulmon bo'lgan, muttaqi bo'lgan, Qur'on hadisni asosi qonun qilib yurgizadigan, u orqali idora qiladigan kishilar deb Alloh taolo bu yerda minkum deb buni bayon qildi. Amma va ulul amrining beshiga atiulloha, atiur rasul deganga o'xshagan atiu ulul amri demadi. Chunki ish egalariga bo'ysunish, ya'ni davlat raislariga, jamiyat arboblariga bo'ysunish bu mustaqil nima desa bo'ysunish bilan bo'lmaydi. Uning buyrug'i, uning rahbarligi, uning idora qilishi faqat Qur'on hadisning ruhiga uyg'un, Qur'on hadisning ruhidan sirtqa chiqib ketmagan asosda bo'lgan vaqtda aningdekin uning itoat qilish bo'ladi. Agar unda bo'lmasa musulmon uning itoat qilmaydi. Shunga payg'ambar alayhisolatu vasallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil xoliq. Xoliqqa osi bo'lib turib, xoliqqa ya'ni Alloh taologa osi bo'lib turib, maxluqqa kim bo'lsin o maxluq, podshoh bo'lsin, ayol kishiga nisbatan er bo'lsin, baliga nisbatan ota-ona bo'lsin, jamiyatga nisbatan jamiyat arboblari va boshqaruvchilari bo'lsin, kim bo'lsin uningga bo'ysunish yo'q deb Rasululloh bu yerdagi masalani aniq o'tirib qo'yibdi. Shunga aziz musulmonlar, biz bugungi kundagi o'zimizning ustiga kelayotgan musibatlarning, ig'ir zulmlarning va inson tasavvur qilg'usiz azob uqubatlarning asli manbasining nereden kelganligini bilishimiz lazım. Musulmonlar o'ziga musulmonlardan bo'lgan yetakchilarni bosh qilmagan yoki shunda boshni qilish uchun umumyuzlik la ilaha illalloh deb musulmonlik davosini qilganlar, uning mazhabi, uning jamoati, uning sepi qanday bo'lishidan qat'iy nazar mushuni hokim qilishga harakat qilmagan holatida bu zulm bu musulmonlarni ko'tarmaydi. Demak Alloh taolo va ulul amri minkum dedi. Bu ulul amrini ulamolar kimlar anda bo'lgan chaqda? Ya'ni musulmonlarning ichidan musulmon bo'lgan shaxsdan bilak kim degan chaqda Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu ahlul fiqh va din degan. Bular shariatni tushunadigan, musulmonlarni boshqarishni biladigan, ya'ni siyosatni biladigan, yetaklash salohiyati bor, idora qilish salohiyati bor. Mana shunday kishilar va din ahli degan. Chunki qo'y boqadigan bir tal padichiga sen bir shirkatni boshqa deb berib qo'ysang,
yoki oddiy bir taqvo, muttaqi musulmonga davlatni boshqarsan deb birib qo'ysang, u musulmon u davlatni boshqara olmaydi. Balkim vayron qiladi. U shirkatni vayron qiladi. Her bir sohaning bir ahli bor. Siyosatda yetishgan siyosat sohasining ahli bor. Iqtisodda shuningdek yetishgan sohaning ahli bor. Tijoratda shuningdek yetishgan sohaning ahli bor. Texnikada shuningdek yetishgan sohaning ahli bor. O sohaga cho'nqur kirib, o sohaning ilmlarini mukammal elib, uningdagi kamchilik, ortiqchilik hammani to'liq bilgan mana shu kishilar bor. Bular shu sohaning ish egilari ana shular. Shularga ana shu sohaning ahlida itoat qilaman demaydi. Alloh taolo yeni bir oyatda fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun degan. Sizlar zikr ahlidim. Yani bilirganlardan sizlar bilinmay qolsangiz so'ranglar deb Alloh taolo uni bayon qiladi. Yeni mufassirlar bu oyatda ba'zilar ulamolar deb buni bayon qilgan ulul amrini. Ya'ni Qur'oni Karimning hadis Rasulullohning ilmini olgan. Rasulullohning hadis Qur'oni Karimning ilmi, Rasulullohning hadis ilmini olganlar shu Qur'onning ichida tarixmi bor, Qur'onning ichida siyosatmi bor, Qur'onning ichida davlat idora qilishmi bor, Qur'onning ichida ibodat axloqmi bor, Qur'onning ichida muomalami bor, Qur'onning ichida hamma soha bor. Demakki, taqvo musulmon bo'lish sharti bilan bir musulmon tarixchi, bir musulmon siyosatchi, bir musulmon haqiqiy ahkamda yetishgan, fiqhda yetishgan bo'lsa, shu sohadagi bilimni uning ahlidan elish, mana bu Alloh taolaning ulul amri, ya'ni al ulama, olimlar val umara buyruq qiluvchilar, amirlar degan oyat shu degan. Demak, Alloh subhanahu va taolo bu Qur'oni Karimda biz musulmonlar topolmaydigan hech qanday masalani bizga qo'yib qo'ymagan. Qiyomatga qadar bu islom ummatining manbasi bo'ladi ekan. Har bir masalani shu Qur'on orqali hal qilasiz, hadis orqali hal qilasiz deydi ekan. Ammo ummat uningdan topolmaydigan ishni Alloh taolo u ummatni uningga murojaat qiling demaydi. Shuning uchun buning masalasini biz o'zimizdan ko'rishimiz lozim, birodarlar. Alloh taolo farudduhu ilallohi va rasul, Allohga va payg'ambarga qaytaringlar dedi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam taraktu fikum shay'ayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi va sunnati dedi. Men sizlarning ichida ikki narsani qo'yib qo'ydim. Madamiki sizlar u ikki narsaga esilsanglar, uningdinkini ezib ketmaslar. Allohning kitobi sunnatim dedi. Rasululloh buni aniq bizga qo'yib qo'yganligini bayon qildi. Aziz qarindoshlar, Allah bizga buni qo'yib qo'ydi ekan, uni bayon qilish bilan birga bizning bu masalaga qarta ixtiyorimiz yo'qligini ham bayon qiladi. Ma kana lil mu'minin va la mu'minah iza qadallohu va rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Agar Alloh taolo va uning rasuli bir ishni hukm qilsa, haq, batil, to'g'ri, xato deb mu'min mu'min ayolning tanlash huquqi bo'lmaydi. Demak, oladigan tarafmi aniq, mangadigan yo'lmi aniq, bo'ysunadigan qonun nizommi aniq va bo'ysunadigan shaxslarmi aniq, jamoatmi aniq va bu tarafdan kelgan buyruqmi aniq, madam iymon sifatini biz bayon qilamiz. Nima qilsak? Faruddu ilallohi va rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dedillah. Agar sizlar Allohga ishongan, oxirat kuniga ishongan bo'lsanglar, iymonni da'vo qilsangiz, islomni da'vo qilsangiz. Bugun musulmonlar
bu nuqtai nazardan biz o'zimizning hayotiga bir nazar sarflashimiz lozim. Jamiyatimizga, jamoatimizga, davlatimizga, atrofimizga bu nuqtai nazardan qarab bakışımız lazım. Başkalarını kabirga chiqarish, dinning sirtida qo'yish, ularni tillash, ular bilan davomli dushmanlashish nuqtasidan emas, islohot qilish nuqtasidan. O başkalarını tillab, ayıplab, dinning sirtiga chiqarib o'tib isloh qilib olmaydi. Haq ahli bo'lsa birlashish, haq ahli bo'lmay qolib qolsa, uni haq yo'lga güzel fendi nasihat ve hikmet bilen çağırış birodarlar. İslam hiç kaçan Müslümanlarını uruş bilen, sokuş bilen, kılıç bilen İslam'a kirişine teşebbüs kılgan değil mi? En güzel söz, tesirlik söz bilen bu dinge kirişine teşebbüs kılgan. Allah subhanahu ve ta'ala'a zalika hayru ve ahsanu ta'wila. Mana bu şunda qilgandan keyin en yaxshi bunun keladigan natijasini Allah bu şunda qilganlik Allah Taolaga bo'ysunish, payg'ambarga bo'ysunish, talash, tartishib qolgan chaqda Allah va uning payg'ambariga murojaat qilish zalika hayrun en yaxshi bu. Qiyomatdami yaxshi. Dunyodami yaxshi. Musulmonlar u orqali xo'jayin bo'ladi. Ve ahsanu ta'wil akıbeti en güzel budur. Mana Allah'a ve onun Resulü'ne erişip kıldıgan, boysunuşta erişip kıldıgan neticeler. Allah Teala yeni bir ayette "Men yuti'allaha ve Resulehu faqad faza fawzan azima." Kim ki Allah'a boysunsa, Allah'ın Resulü'ne boysunsa, o kişi katta muradı yetti. Birinci, aziz braderler, dünyada insanga hürlükten katta nimet yok. Allah insanı bütün aleminin hocayını kılıp yarattı. Şunun için Allah insanın kanun nizamını, hayatlık yolunu insan tarafından emez, Allah tarafından kilitliğini kıldı. Ve hem insanın mutlak hürlükünü saklaş için özüge boysunuş ve özü tarafından kelgen nizamga boysunuşqa. Eğer özü tarafından kelgen kanun nizamını asas kılmagan her qanday idare qilishni inkar qilish ve onu itiraf qilmaslik Allah'a çağırış arqali insanın özgürlüğünü, hürlükünü sakladı. Şunun için insan bu İslam Allah'a ve Peygamber'e boysunuş bilen birinci hürlükten ibaret murat maksatı giydidir. İzzetten ibaret murat maksatı giydidir. İkinci Allah'ın aldığı cennetten ibaret katlı mukafat giydidir. Çünkü Allah'ın bu yolu ahirsi cennet. İmanın yolunun ahirsi cennet. Allah özü buyurdu, onun mükafatını özü verirdi. Tostu, onundan yanğanlarının mükafatını özü verirdi. Yanmağanlarının cezasını özü verirdi. Xuddi bir şirketke kirip, şirketinin kanun, nizamı boysunup, kösetken hizmetine toluk kılıp, kılgan adamının ay ağıştaki maaşı toluk çıkkını koğuşuyor. Ama şirketke kirdim ben de koyup şirketke boysunmasa o maaş eliş emez. O heydilidir, kovduludur. Şunun da bir Müslüman mı? Bu Allah'ın dinine kirdim de koyup bu dinin yolu da özüge kim hakim, özünün hayattaki kanunu, qaysi kanun, cemaati qanday cemaat, o başkuruvatkan taraf kim bunu bilmey yaşasa bu İslam'ın içindeki şahs emas o aziz. Hem de bunun cezası Allah'ın yolundan, peygamberinin sünnetinden çıkanlıkның cezası müminlerin azaplanışı. Allah Teala ve ma kana Allahu liyu'azzibahum ve ente fihim. Allah Teala ularını azaplamaydı ve halani ki sen ularının içindedir. Mekke müşriklerinin içinde peygamberin varken azaplamadı. Demek Kur'an tatbiqlangan. Müslümanlar Kur'an'ın hayat yolunda yaşayan, özü hakika Allah'a boysunup tuğan, bundaq bir cemiyette Allah'ın azabı kemmeydi. Madami ki kişiler ana o cemiyette İslam'ını dava qilib, mescid bilen İslam'ını, ya ki medrese bilen İslam'ını, ya özünün avlaqlarını terbiyeleş bilen, namaz, ruzularını tutup koyuş bilen İslam dep turup,
hayat yo'lining Allah tarafidan bekitiladiganligiga, musulmonning hukmronligi Allah tarafidan keladiganligiga shak shubhasiz ishonib, Allahga bo'ysungan musulmondan boshqa qanday bir kishi musulmonni idora qilish o'rniga chiqsa, musulmon uning qarshi turish kerak degan da'vo bilan hayot yo'lida mangmasa, bu kishi har turli zulmdan qutulolmaydi. Chunki adalet, hürlük Allah'ın dininin içinde bulunur. Allah'ın dininden çıkan insan çıkış bile Allah'ın insanı kul bulunur. İnsanı kul boğan insan şu günden başlayıp harlıkның, zulümның, iğir azapның cezasıga yolu kıdırız buradarlar. Bana bugün Müslümanların müşkülesi bu. Müslümanlar 1000 yıl dünyada hür yaşadı. Aziz yaşadı. Hiç kimning yaman qo'liga yo'liqmay yaşadı. Eğer başkalar yaman qo'lini sungan bo'lsa, derhal onun jajisini birib, qo'lini sundurup düşmanlikini qaytirib yaşadı. Ama Müslümanlar din bilen hayat yolunu yoki Müslümanlar özünün vatini, devleti, siyasetini dinden ayırıp ötüp, biz şu haremge hac kılıp alsak, talip ügütüp alsak, ya namaz okup alsak, roza tutup alsak ve ahlaklarımız İslamcı bolsa, siyaset bilen bizden işimiz yok, devlet bilen bizden işimiz yok. O degen şunun işi degen, davaga degen, tunuşka kelgen günden başlap, Müslümanlar mana bu 100 yıllık ağır azapka duch keldi. Asli Müslümanның devleti, hakimiyeti yıkılışı Müslümanның imanı yıkılgan günüydü. Müslümanның izzeti yıkılgan günüydü. Müslümanның hürlüğü yıkılgan günüydü. Müslüman şu günden başlap Allah bilen boğan ağamçısı üzülgen bir günüydü azdı buralarlar. Biz mana bu bugünkü gündeki hayatımızda mana şunda tanışmamız lazım. Ama İslam Müslümanlarını mana bu iman nokta bilen, yani Allah Teala ya eyyuhellezine amanu degan iman nokta bilen İslam'ni bir bütün düşünüş, ahlakını, ibadetini, muameletini, iktisadını, siyasetini, hakimiyetini, vatanını hemmini bir gavda ve bir bütün düşünüş, onundan hiçbirisini Allah'ın yolunun sirtida kılmaslıkla Allah Teala bizden çağırdı buradarlar. Şundaqla bu nuqtani to'liq tushungan va to'liq bilgan amirdan boshqaga bizni itoat qilmaslikka islom bizni chaqirdi. Chunki itoat ma'rufda bo'ladi. Ayoliga yoki ayol eriga ma'rufda itoat qiladi. Buni payg'ambar alayhisolatu vasallam bir qo'shinni avatdi. Qo'shinga bir ansardan bo'lgan bir sahabani amalda qildi va u qo'shinni shuningga bo'ysunishga buyruq qildi. O qo'shinning beşe bo'lgan heliqi sahabi açıqlab kelib bunda dedi. Sizlarni payg'ambar alayhisolatu vasallam menga bo'ysunishga buyurdimi deganda sahabalar ha buyurdi dedi. Anda o'tan yig'inglar dedi. Sahabalar o'tanni yig'di. O'tni qalanglar dedi. Sahabalar o'tni muqalidi. Uningdan keyin o'tga kiringlar debdi. Bir qism kishilar kirdi dedi. Bir qismlar kirmaymiz dedi. Ana shu vaqtda o'tdan qechib yana o'tga kirendimiz biz, kirmaymiz biz. Nima uchun kirimiz bu o'tqa deb turib oldi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning qashig'i ular badi. Anqcha bu qo'mondonning g'azabi to'xtadi-da, ular payg'ambar alayhisolamning qashig'i bayon qilganda, payg'ambar alayhisolam agar u o'tga kirgan bo'lsa, o'tdan men chiqolmaydi. Itoat ma'rufda bo'ladi dedi. Aziz birodarlar. Demak, padişahı bo'ysunish Allah'a bo'ysunganlik bo'ladigan ishda bo'ladi. Payg'ambarga bo'ysunganlik bo'ladigan ishda bo'ladi. Allah'ta ibadet qilganlik bo'ladigan ishda bo'ladi. Allah'ning dinini de yaşaganlik bo'ladigan ishda bo'ladi. Uningdan boshqa ishda o bo'lmaydi. Uçuq Allah'ning hukmiga xilof chiqgan bo'lsa, uningga bo'ysunmaymiz. Ama onu hukuktan ele ötiş ve onunla karşı çıkış meselesi yani bu öz o'rnida bayan kılındı. İnşallah bununla hem Allah subhanahu ve teala bizge bayan kılış fırsatı verir.
Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.